Hozir kichkina qizim matematika bilan o'sha tanqidiy fikrlash, ingliz tili prezident maktabiga tayyorgarlik ko'ryapsizmi? Kitob sotib oldimda ikkita. 55 mingdan donasi. Ishoning, bundan 4-5 yil oldin bu kitoblar men uchun qimmat bo'lgan. Balkim shart emas, bolam nima qilasan, shu maktabdagi kitobni o'qib o'rgan yetadi, nima qilasan buncha kitob deb degan vaqtlarim ham bo'lgan. Shu narsani anglab yetdimki, vaqt o'tishi bilan agar ilmga pul tikmasangiz, u quyoshga o'xshab porlamas ekan. Hozir kitobni qiymati necha pulligidan qat'iy nazar shu kitobni olib bering o'qiyman desa, shu kitob topish uchun tish tirnog'im bilan harakat qilaman. Kiyim kiymasligim mumkin, yaxshi ovqatlanmasligim mumkin, lekin kitob olib beraman. Ilmga tikilgan pul albatta sizga qaytib keladi bu. Qaytib kelish uchun emas, bolalaringizni, farzandlaringizni kelajagi uchun katta ko'prik vazifasini bajaradi. Nima qilasan, qo'y deb e'tiborsizlik qilib tashlab qo'yish, bu bilingki uni kelajagiga bolta urish bilan barobar. O'sha uchun ilmga investitsiya kiritavering. Uni natijasini ko'rasiz. Men ko'rdimki, katta qizim 8 oldi aylisdan. Shunaqa natijasini isbotlab dalili bilan